Assalomu alaykum hurmatli akalar. Sizlar charchama. Tog'alarim yaxshimi? Sizlar charchamagan yo'qsizlar. Sizlar bilan har doimgidek o'sha oddiygina ustamoqda. Hurmatli akalar, bugun Xudo xolasa Jondor tuman Ko'lyon qishlog'iga Yunus akama 2 mashina qo'yib kelgan. Akalar, Xudo xolasa o'shani arzonni kelganmiz. Agarda sizlarga manfaatli bo'lib kelishilgan holatda olsangiz, xursand bo'lamiz. Biz Xudo xolasa arzonni boshladik akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Eson-omonmisiz? Rahmat. Qalay sog'lig'ingiz? Tinchmisiz? Rahmat, shukr aka. Akalar bugun Xudo xolasa qo'ylarni qo'ylarni holatiga. Akalar buni badani ham badanda. Bitta bugun Yunus akamizga 2 moshin qo'y kelgan, ana shularni bir boshdan abzorchasini qilamiz har doimgidek. Akalarki qo'ylar juda tez sotilib ketadi. Shunday. Juda tez. Nima, savoq edingizmi yo? Ha, savoqda bo'lsa. Akalar har doim ketganda qo'ylar qorlamoqraybiz. Qorlar. Biz qor ko'rgan Toshkent bo'lsak, biz ham qoraga qor yog'ib turibdi. Shuna gaplar akalar. Bugun akalar qo'ylarimizni holati juda go'zal. Bitta eng qiziq joyni aytamiz sizlarga. Eng qiziq joy. Qo'ylarni eng qiziq joy akalar 5,5 million patalog, pasti 4 million so'm. Juda go'zal. Narxlar vashi shikarni bo'lgan ekan. Bugun sindiramiz narx deylar-ku. Hozir internetda nima bo'lib ketgan-ki, narx sindiramiz deb. Akalar obzorni biz boshladik. Nima qilib turmaylik. Xudo xolasa asta-sekin boshlaymiz. Yunus aka qo'ylarimizni bir boshdan o'tkazsangiz, nimalarni mana bitta qo'chqorlar ham bor, sariq. Mughriddinjon bir 20 ta qirg'izdan ham keldi bu ishgacha qo'y. 20 ta. Akalar, qo'chqor qo'ylar, ana chista arashanlar, ana chista arashanlar oling, xalq ko'rsin, ana. Ana bu qo'chqorlarga qarang, ana Mughriddinjon, ana chista. Arashanni ish qo'zlari uchun akalar. Ana bu yoqda ham bor. Nima endi balki nima qilayotganmiz? Ko'rganlar o'zi bittaga nima qila oladi. Arashan yosh ekan. Ana Mughriddinjon ablar oling ana. Haydang, qo'ylarimizni haydang. Qo'ylar holati vahshiy aka, ana qo'y vahshiy. Ana Mughriddinjon, ana buni oling, ana ko'rsataman, ana arashan, ana chista arashan, ana. Mana ana qarang terim bilan barobar, ana buna qarang. Ana, buna qarang. Tot ketadi. Zo'r bermaydi. Ana tishini ko'rsataman, ana. Endi yoshini to'ldirgan, ana. Qani? Ana tishi endi yoshini to'ldirgan. Ana. 2 metr pashti uzunligi, 1,5 metrni mana noqamdan bab barobar, ana qarang. Hozir qarab turing-da, shu turish bo'lsa, ana, qo'y yelkasidan olingan holatda bo'lsa agar, taxminan akalar 1,5 1,8 turadi-da hozir. Hozir shu holatda 1,8. Uzunligi 1,5 metr. Uzunligi endi uzun ekanligi. Uzun, vaqti uzun ana. Qo'y uzun ekan. Yunus aka, bularni qancha aytasiz? Qo'y ham keyin aytib ketasiz. Bularni qanchadan deyapsiz narxini? Buni 11 million deganman. Yana o'tib beraman kelishtirib. 11 million. Eng kattasi bu. Kattasi. Maydalari bor 6,5, 7 million, 7,5. Bundan? Ha? Nechta dona bundan? Bundan 7-8 ta bor. 7-8. Qarasi ham bor, bir ikkita. Qo'ylardan ham bor. Eng qimmati 11 deyapsiz-da, shu 11. Ha, 11 million deganman, eng qimmatini. Yana kelishtirib beriladi. Shunday. Yana qo'ylarimiz holati vasi akalar. Qo'ylardan bor, qirg'iz qo'ylardan. Mana qo'yga qarang, mana. Qo'y holatiga qarang-da, vashi. Aka, bu qo'ylarimiz bo'g'iz hammasi. Hammasi yelin qiyin. Ko'rib bila olaversin. Shunday ha. Akalar har doimgidek shu aytganimizda, masalan, kelishmovchilik bo'lmas, tushunmasangiz qo'yi, kelib tushunadigan inson bilan gaplashgan holatda oling. Qo'ylar bexato ajratib oling. Tanlab oling. Shuni yana siz majburlamaysiz. Ona bachasidan olsinlar. Ona bachasidan oling, tuqqanidan oling. Farqi yo'q. Bitta narsa, mana o'zim ham bitta bir 4 kun avval, 5 kun avval qilgan videomizda bitta ukamiz kelib shu yerdan o'zim araga tushib bittasini olib bergandim. Qo'yi urg'och tuqqan ekan. Zo'r, lekin qo'y zo'r rolni oldi. Kelib yana bir marta olib ketdi. Ozgina aralarda mablag' qolgan ekan, uni keltirib berib, yana bitta qo'y. Mughriddinjon ashlar oling, yaxshilab, akalar oling. Sizlar ham kelishib olsangiz bo'ladi. Oling ashlar, yaxshilab. Vashi yo'q. Qo'ylar holatiga qarang aka. Yunus aka, qo'ylarimizni mana bu yoq tarafdagi holat, narxlari qanchadan keyin qo'ylar addin qilingan-ku sartarafga, to'g'rimi? Ha. Mana shu qo'ylarimiz bu taraf. Ko'ramiz akalar. Bu ham arashan, chista arashan. To'xtang, shuni ham ko'rsataman ana. Shuni ham ko'rsatay, xalqqa ko'rsin. Sakrab chiqib ketadi. Aniq bilaman, sakraydi o'zi bu. Qo'ymaymiz sakrashi. Ehtiyot bo'ling. Ana Mughriddinjon. Ana buni ham tishini ko'rsataman, ana holi barradan, ana. Barradan indishaga o'tibdi, ana. Bu arzon, buni 7 millionga beraman. Ya kelishtirib ayting, qitib olam bo'ldi. Hay o'tib beraman, 100 ming, 200 ming so'm, ana qarang. Yana joy bor. Eng kichigi ana shu. Eng kichkinasi. Eng kichigi shu, ha. Eng kichkinasi ana shu ekan aka. Eng kichkinasi.
Keyin aka, bu yog'ning narxi qancha? Qo'ra o'zi akalar doimki keladi, shunaqa sayzlarda bu yog' atdeli turadi. Setkadan mana shu yoqdan kirsangizlar. Bu taraf atdeli turadi. Muhriddinjon, bu yerdan tanlab olaman desalar, Tanlab olishga. tanlab olishga 5,5 beraman. Yo'q, o'zing tutib bergin desalar, pulini yengilroq 4 milliondan beraman. Yo'q, ko'proq olaman, zo'ridan tanlab olaman desalar 5 milliondan beraman. Zo'rini. Yelin qilgan, ha, test o'qiyotganlarni 5 million beraman. Ana bu yog'ini ham ko'rsating, ana bitta ko'rsatami? Bu yog' akalar, uni qarab turinglar. Tanlab, o'zim tanlab olaman desangiz 5,5. Yana u yog'i vaqtligina, yana ozgina u yog'i bu. O'zlarim nima qilib beraman desalar, akalar, yak joy olaman desalar 5 million. Tanlab olishga 5,5. U endi 15 ta olaman desalar beraman 5 milliondan. Tanlab olishga. Tanlab olishga. Ha. Zo'r bo'ldi. Keling ana, bu yog'ini ham ko'rsating. Yo'q, zo'r bo'ldi. Maqsad sotish. Maqsad sotish. Kamroq foyda, ko'proq daromad. Muhriddinjon, ana YouTube'da ko'ryapman. Ikkita to'g'ganni bor-ku, ikkita to'g'gan takida 2 kunlik, 1 kunlik barachasi bor 8 million, 8,5 million deb olibdi. Bu ikkita to'g'sa, ammo 5 million, 5,5 million beraman, olan odam foyda qiladi-ku. Bitta barraning puliga bitta katta bo'g'oz qo'y narxini aytibdi. Endi ikkita to'g'gan u, tamom. Muncha-munchaning barracha. Ikkita to'g'gan. Ha, shu ikkita to'g'gan. Ha, bitta qo'y pulini ziyod olibdi-ku. Ammo uni qilib bermaganman, ana yilin qilib kelgan, qarang Muhriddinjon, katta qo'y. Ammo shuni ham 5,5, 5 million 300 beraman, ana. Shu kun erta to'g'adan shu qo'y ham ana. Ana bunga qarang Muhriddin, ana. Ana shu qo'y ham men beraman, no'g'ati ko'rdan, shu qo'y ham hozir 5,5 desa beraman, 40 yildan ziyod shu ham. Ha. Yosh qo'ylarni shular hammasi ham. Ana shu yerda 2 zapchilar bor ana. Chiqolmaydi bu, azob bermay chiqolmaydi. Yo'q. Chiqolmaydi. Ana shu qo'yni mana tutib ko'rsataman. Ana. Muhriddin, ehtiyot bo'ling, bachasi ham deyman. Ana qarang. Ana Muhriddinjon, ana. Shu kun shu kecha ertaga to'g'adi ana shu qo'y ham, ertalarga to'g'adi ana. Ana shu qo'yingiz qancha masalan, ana shu qo'y? Shuni ham beraman 5,5. Sal qochmasa 50 kilo go'sht bor. Beraman shuni. Qit'ot bering aka. Qit'ot ayting akajon, qit'ot ayting. Men xalq taraf, bilasiz. Siz ko'p yemang, kamroq yeng, o'tib bering. Ana shuncha qilib beraman deng. Oqa bu to'g'sa 7 millionlik qo'y. Endi to'q qancha har bir maza qilsin sizdan. Bu qo'yim nasib bo'lsa bitta qo'yib shuni podarkaga o'tib beradigan davrlarimiz ham keladi, xudo xolasa. Ya gap yo'q, hay kesinlar kelan odam hech kim quruq qaytargani yo'q. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Ana mana shu chiqadigan sharoitlarda o'zi ma'lum. Yo bu ona bola bu. Bu bachasi. Shuni ham beraman 5,5, ona bachasi. Bachasi bilan. Beraman erkak bachasi ana. Ana baxmalcha, ana yaldiroq ana. Ana onasi ana ana qarang ma. Ana ko'r, ana shuni yana ko'rsating ana ona bacha shuni ham beraman. Ana 5,5 beraman. Ana shuni ham beraman, 5,5 beraman. 5,5 million. Semiz onasi ham ana. 2 kun bo'lib to'g'aniga ana yaldiroq. Bu yerda 4 millionlik biz yo'q, bu qo'rada. Yo'q, bu yerda 4 million 4 millionlik yo'q. Akalar, bu qo'ramizda 5 million 5,5 million bu qo'rada. Bachasi bilan, aka bachasi bilan ham 5,5 million. Aka yana kelishdi beradilar, ozgina o'tib beradilar. Bu qo'ramizda bor. 4 millionligi mana bu qo'rada turibdi. Ha. 4 millionligi mana bu qo'rada. Mana shu gaplar akalar. Bexijolat kelaverasizlar, narxlar udar. Mana bachachasini kattaligiga qarang aka, mana shu 5,5 ga bu bacha bilan bu egizakmi deyman-a? Muhriddinjon. Bu egizakmi bular? Bu yo'q, bittalik. Ana bu qo'y ana Qirg'izdan kelgan, birinchi qorna to'g'adi ana shu qo'y ana birinchi qorna to'g'adi Qirg'izdan. Ana shu uchalasi ham ana Qirg'izdan kelgan ana. Ana shu ikkita ana shuni bachasi ana shu ikkovi ikizak ana. Ha, bu onasi? U onasi, u ikkita bachasi ana. Qarang, birga qo'ysha uchun. Bular bachalari ham bo'g'iz, onasi bir 20 kunda tug'adi hozir. Buni 5 millionlikmi bunisi? Ha, beraman shularga shu oddiy qo'y narxida beraman shu Qirg'izdan kelgan bo'lsa. Bo'ldi aka, joningiz sog'. Ana rangi aytib o'tiribdi-ku. Bo'ldi akalar. Akalar qo'ylarga ana shuni o'zingiz baho berib qo'yasizlar. Holatlari yaxshi, go'zal, narxlarini har doimgidek akalar kelishib olaverasizlar. Hammasi kelishishga bog'liq. Shunday. Raqamga pastga qo'yib ketaman, raqamlarni kechga qo'yaman, xudo xolasa videolarni. Yunus akamiz aloqaga chiqib olaverasizlar. Jondor tuman, Ko'lyon qishlog'i. Har doimgidek. Lekin hozir Jondordan nomerlarni kitobda qo'yib sotish bo'yicha gazni beradilar. Akalar o'ganlar, manfaat topganlar bu, ancha men aytganlar bu. Endi kommentariyada o'z fikrlarini yozib ketaversa bexijolat. Masalan, olib foyda ko'rganmisizlar, foyda, zarar ko'rganmisizlar, zarar, bexijolat. Endi to'g'risida qo'ydan hech yo'q, qo'ydan zarar ko'rmaysiz. Shunday. Salomat bo'lasizlar. Sog'likda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar akalar.